bir oylik kursni bitirdi, hali patsient yig'maydi. Просто reklamaga pul tikib joy ochganinglarni foydasi yo'q qizda, oldin rezultat qilinglar. O'zingizga uverin bo'linglar-da, keyin joy ochinglar. Bitirish bilan joy ochishadi-da, arendani chiqara olmagandan keyin, ish o'xshamagandan keyin, patsient bo'lmagandan keyin bu ishga nisbatan, kasbiga nisbatan sovib ketadi odam keyin. Tushundinglarmi? 1 oy arenda yonidan to'lar, 2 oy to'lar. Aslida любой biznes o'sha joy ochib yurg'izib olishingizga 6 oy, 7 oy vaqt kerak. Mana даже betda ham 100% patsient Instagramdan kelmaydi-ku, bir-biridan eshitib keladi. Tepadagi qo'shnilarimizni 4 oydan keyin tushishni boshlashdi. Bitta qo'shni chiqib massaj oldi betda, keyin bir-biriga etdi, keyin mana atrofdagilar ham kelib massaj olishni boshlashyapti. Mana shu domimizning o'zida ochilishi bilan tushib massaj olgani yo'q. Massaj